Avvalambor Qohir aka sizni mana shu juda katta unvon bilan tabriklayman, ruxsat bersangiz. Bugun mana shu sizni bilgan, sizni san'atingizni, sizni ijodingizni bevosita muxlislari bo'lgan barcha folklorshunosni, olimlarni, shogirdlaringizni, baxshilaringizni, O'zbekiston Respublikasidagi qanchadan qancha baxshilar bor, o'sha baxshilaringizni hammasini mana Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'at institutida faxriy professorlik unvoni berilgani bilan chin yurakdan tabriklayman. Bu bizga ham albatta bizga ham iftixor. Sababi siz mana necha yillar davomida ijod bilan shug'ullanib kelasiz. Bizni shu o'zbek adabiyotimizda keyin baxshichilik yo'nalishi bo'yicha mashhur maktab yaratgan Qodirbaxsh Rahimovni 70 dan ortiq dostonlari bor. Ana shu dostonlarni qanchadan qanchasini bugun xalqimizga yetkazib kelyapsiz. Bugun muxlislarimizga mana shu yo'lda olib borilayotgan ishlar, keyingi faoliyatlaringiz haqida gapirib bersangiz, sababi biz juda ham ko'p kitoblaringiz taqdimotlarida ishtirok etganmiz. Barcha muxlislarga ana shunday katta mukofot muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Rahmat, rahmat. Marhamat. Mana shu menda to'g'ri aytasiz. Mana bir necha yillardan beri mana shu adabiyot bilan, san'at bilan chambarchas bog'lanib, xalq baxshichilik yo'nalishi bo'yicha xalqimizga ozmi ko'pmi xizmat qilyapmiz. Mana elimizda ish qilib yaxshi yomon izzat hurmatga ega bo'ldik. 30 ga yaqin shogirdlar yetishtirdik. Buning ustiga 15 dan oshiq doston termalar to'plamlarimiz nashr etildi. Mana bugungi kunga kelib mana shu xizmatlarimizni mana shu Madaniyat vazirligi qolaversa mana prezidentimiz rahnamoligida amalga oshyapti qilayotgan ishlarimiz. Yaqinda mana shu Yunus Rajabiy nomidagi Milliy musiqa va san'at institutida professorlik ilmiy darajasini berishdi. Bu ishlarning hammasi shu mehnatning orqasida. Xalqimizga bo'lgan samimiy muhabbatimiz, mana shu xalqni ko'ngliga yaqin borganligimizning boisi deb o'ylayman. Keyingi rejalarimiz mana shu respublika baxshilar nimasining uyushmasi tuzildi. Mana shu respublika O'zbekiston baxshilar uyushmasining a'zosi bo'ldik, raisi bo'ldim yaqinda. Tabriklaymiz. Rahmat. Mana shu endi mana shu yosh talantlarni, yosh iqtidorli bolalarni ro'yobga olib chiqishimiz, yangi ovozlarni paydo qilishimiz kerak. Mana endi yana bitta ish qilyapmiz biz. Mana shu O'zbekiston baxshilar markazi bilan birgalikda endi xalqimizning orasidagi baxshilarning dostonlarini nashr etish bo'yicha katta bir ishlar qilinyapti. Markazning boshlig'i Umid Norboyev mana bu ishda o'zining juda katta hissasini qo'shyapti. Madaniyat vazirimiz Ozodbek Nazarbekov mana shuni o'zlari shaxsan kuzatib turibdilar. Qani qancha dostonlar chiqdi. Dostonlar chiqqan bilan qanday dostonlar chiqdi? Qanday saviyada chiqdi? U xalqqa kerakmi yoki quri sapsatda gap so'zlarmi? Mana shulargacha tekshirib, haqiqiy o'sha Ergachiman Bulbul, Fozil Bo'lkar, Islom shoir Qodirbaxsh bolalar izdoshlari bo'la oladimi yoki shunday bir nimaga dostonlar yaratyaptimi shunchaki degan nimalarni ham kuzatib boryapti. Qohir aka, shu o'rinda bitta savol bor. Muxlislarimiz ham ko'plar qiziqsa kerak. Mana bizlar bilamiz, Samarqand baxshichilik maktabi bor, Surxondaryo baxshichilik maktablari bor, Xorazm baxshichilik maktablari bor. Shu o'rinda siz nima deb o'ylaysiz? Bugun sizni mana shu Qodirbaxsh Rahimov yo'nalishini, Qohirbaxsh Rahimov yo'nalishlarida qancha shogirdlaringiz O'zbekiston xalq baxshisi unvoniga sazovor bo'ldi? Va shu o'rinda bu o'zi avloddan avlodga o'tib keladigan yo qonda bor bo'lgan shunaqangi adabiy bir janrmi yo bu baxshichilikda o'ziga xos bo'lgan hali bizlar bilmaydigan jihatlari ham bormi? To'g'ri savol berdingiz, juda bir ajoyib bo'ldi.
Endi Qodirbaxshi Rahimov bir yirik san'atkor. O'zining yo'nalishi bo'yicha. Mana 76 ta dostonni yod bilgan. O'zlari ham ondan oshiq dostonlar yaratgan odam. Shu 90 ga yaqin dostonlarni bilish bu hazil emas albatta. Mana shu Qodirbaxshining avlodlari, shogirdlari, bizning shogirdlarimizdan mana O'zbekiston xalq baxshisi bo'lgan baxshilar soni 7 taga yetdi. Boshqa maktablarda bu kuzatilmaydi. Ya bitta, ya ikkita nari borsa, mana shu Qodirbaxshi yo'nalishida, bizning yo'nalishimizda mana shu 7 ta xalq baxshisi namoyon bo'ldi. Ana endi keyingi savolingizga keladigan bo'lsa, bu aslida o'zi milliy san'atimiz, bu qondan qonga o'tadigan san'at. Men 5-avlodman. Men otam 4-avlod. Otamning ustozlari Rajab Baxshi, Normurod o'g'li 3-avlod. Mana shu avloddan avlodga o'tib kelaveradigan, qondan qonga o'tib gen suradigan bu ilohiy bir san'at. Lekin to'g'ri aytasiz, bu chetdan qo'shilgan baxshilar ham bor. Qiziqib, o'zlaricha nima qilib, do'mbira chalishib, dostonlar aytishib nima qiladi? Lekin xalqimizda bitta gap borki, chimchiq so'ysa ham qassob so'ysin. Bu qonda kelayotgan baxshilar bilan o'zlari o'rganayotgan baxshilarning albatta farqi bor. Ular ustoz ko'rsada, ular shu davralarga chiqsa-da, qandaydir o'zining bir no'noqligini ko'rsatib qoladi bilmasdan. Ana shuning uchun bu ilohiy san'at. O'zidan o'zi masalan Qodirbaxshi bolalar 14-15 soatlab badiiy yo'lida to'qishning o'zi bo'ladi. Mana shuni ham ijro etyapti, ham kuylayapti, ham shu orada boyagini ikkinchi nimani to'rtlikka zamin yaratyapti. Va shuni ishlab nima qilyapti? Kuylayapti. Bu hazil emas albatta. Bu shu yo'nalishda demak matn, so'z va ovoz uyg'unligi albatta nihoyatda. Yana muxlislarimiz ko'p qiziqadi. Mana siz dunyo kezgan baxshi deb aytishadi. Haqiqatan ham o'zi qaysi mamlakatlarda bo'lgansiz? Qaysi mamlakatlarda shu o'zbek bizlar muxlislarimizga o'zingizda mana shu baxshichilik san'atini namoyish etgansiz? Endi to'g'ri, endi bu 10 dan oshiq mamlakatlarda ijodiy gastrol safarlarda bo'ldim. Eng bizning esimizda qoladigani bu Amerikadagi bo'lgan gastrolim. Bironta qiziqarli voqeani aytib bera olasizmi? Masalan shu endi baribir Amerika Abdulla Arif shoirimizning aytganidek bu sehrli diyor. Lekin sehrli diyor bo'lsa-da, odam haftada o'tib o'tmay o'zining yurtini sog'inar ekan. O'zimizning yurtimiz bir oddiy bo'lsa-da, o'sha vaqtlarda endi hozir rivojlanib ketdik. Shu bo'lsa-da baribir o'zining yurtini sog'inar ekan. Shunda San Fransisko degan juda katta shtatida konsert berayotganimizda o'sha yurt sog'inchi meni bir boshqacha ijod qilishga undab yubordi. Shu zalga kirib borishim bilan do'mbirani qo'limga olib, nimaga turishim bilan baland tog'lar bo'ktar qormekan, ayrilganlar bir-biriga zormekan, ikki og'iz qo'shiq aytib berayin, shu zalda ham o'zbeklardan bormekan deb beixtiyor o'zimdan chiqib ketib qoldi. Chunki bu yurtning sog'inchi edi. Bu ona vatanimizning, sizlarning sog'inchlaringiz edi. Ana shunda o'sha 5,000 ming odam ketadigan zallikqa to'la turibdi. Shunda bir 10-15 joydan bor degan sadolar yangradi. Bu o'sha bor degani mening butun tenamdagi charchoqlarni chiqarib yubordi. Demak, shu yerda ham o'zbeklardan, musulmonlardan, mana shu xalqimizdan bor ekan degan, mana shunday voqealar ko'p bo'lgan katta bu. Endi mana siz bugun shu katta professorlik ilmiy darajasi jarayonida suhbat o'tkazyapmiz. Mana men xotiram pan bermasa, siz O'zbekiston xalq ta'lim a'lochisi unvoniga ega bo'lgansiz, to'g'rimi? O'zbekiston xalq baxshisi unvoniga ega bo'lgansiz va 2021-yilda agar adashmasam, siz muhtaram prezidentimizning do'stlik
ordenlari bilan 19-yil. 19-yilda 19-yil. o'sha do'stlik ordenini olgansiz. Lekin shu o'rinda savol bor. Qodir Baxshi Rahimov qanday mukofotlar olgan? Qodir Baxshi bova o'ta yuksak mukofot ekan. O'sha vaqtlarda xalq baxshisi degan unvon yo'q edi. Qodir Baxshi bova Markaziy Osiyoda 6 marta ko'rik tanlovlarining mutlaq g'olibi bo'lgan. Moskvada, Olmaotada, Fransiyada o'tkazilgan butun dunyo baxshilarining ko'rik tanlovida 3 marta Grand Prix'ni olgan. Keyingisi u kishiga Maksim Gorkining podpisi bilan Zulfiya opaning Isroilovaning tashabbusi bilan Qodir Baxshiga SSSR yozuvchilar soyuzining a'zosi unvoni berilgan. Bu juda katta mukofot. Mana shu Moskvada o'tkazilgan shunda ham Grand Prix olib butun mana shu O'zbekistonimizning sharafini himoya qilgan. Sizga katta rahmat demoqchiman. Shu bugungi suhbatimiz oxirida bitta narsani aytmoqchiman. Qohir aka, daraxtni shirin meva bezaydi deydi. Shogirdlarni yo ustozlarni aqlli shogirdlar bezaydi deb aytishadi. Biz shu o'rinda aytsak bemalol mubolag'a bo'lmasa kerak. Buyuk Qodir Baxshi Rahimovning avlodlari 4-avlod deymiz, 4-avlodni hali davom etkazayotgan inson bilan suhbat o'tkazib turibmiz. Kelajakdagi rejalaringiz? Kelajakda rejalar albatta odam orzu bilan yashash kerak. Orzusi bo'lmagan odam u har kuni bo'lmasa ham oyida orqaga ketaveradi. Orzu bilan yashagan odam keksaysa-da, boshqa bo'lsa-da, u oldinga intiladi, yasharib boradi. Endi bizning rejalarimiz shunday. Qodir Baxshi bovaning nevara shogirdlari bor. Mana shularni katta arenaga, sahnaga olib chiqish, shularni xalqqa ko'rsatish, Qodir Baxshi bovaning avlodlari hali davom etayotganligini yana bir marta isbotlash va o'zimiz ham mana shu Qodir bovadan o'rgangan dostonlarimiz, Rejab Baxshi Normurod o'g'lidan o'rgangan dostonlarimizni nashr qildirish. Shularni xalqqa to'laqonli qilib berish rejalarini tuzganmiz. Mana shunday istaklar, niyatlar bilan yashayapmiz-da. Katta rahmat. Mana muxlislarimiz hamma nomidan sizga avvalambor mustahkam sog'lik. Rahmat. Ijodingizga hamisha ijod qo'shilaversin. Bu mukofotlar oxirgisi bo'lmasin. Undan tashqari yana qancha mukofotlar nasib etsin deymiz. Aziz muxlislar, mana hozir siz O'zbekiston xalq baxshisi Qohir Baxshi Rahimov bilan suhbat jarayoniga guvoh bo'ldingiz. O'zlaringiz fikrlaringizni albatta kommentariyada bizlar kutib qolamiz degan umiddamiz. Katta rahmat sizga. Rahmat.